Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, omonmisiz? Sizni Lyuks gilamlar maxsus YouTube kanalida sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bizni kuzatishni davom eting, muhim yangiliklarni berib boramiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Siz YouTube kanalidan ko'rib turib, biz uchun gilam buyurtma qiladigan bo'lsangiz, maxsus chegirmalarni taqdim qilamiz. Shuning uchun hoziroq bizga obuna bo'lib qo'ying va gilam borasidagi hamma yangiliklardan xabardor bo'lib turishni tavsiya etamiz. Bugun esa har tomonlama qulay bo'lgan, yosh ulug'larimizga ma'qul keladigan Stefano gilamimiz haqida gaplashamiz. Qanchalik zamon jadallashmasin, bir narsani tan olishga majburmiz. Yoshlarga high-tech, ochiq rangdagi gilamlar yoqsa, ammo yosh ulug'larimizga klassik uslubdagi gilamlar doim trendda. Liboslar borasida modalar avjiga chiqqan bo'lsa, gilamlarda ham xuddi shunday bo'ldi. Biz nima qildik? High-tech va klassikani ikkalasini birlashtirdik. Aynan Samarqanddagi zavodimizga Lyuks gilamlar savdo markasi tomonidan buyurtma berildi. Stefano gilamini bo'rsinni balandligi qalinroq, paxtadan, yuqori qismi allergiya bermaydigan, yosh o'g'illarimiizga mos keladigan polipropilin tolasidan high-techga yaqinroq, lekin gullari aynan klassik uslubda bo'lishligini iltimos qildik. Aynan ular shunday gilamni to'qib berishdi. Sizga bu gilamni tavsiya qilaman. Nima uchun deng? Birinchidan polipropilin. Bilamiz, yangi gilam bo'lsa, jaynamozni to'shamasdan namoz o'qiymiz. Allergiya qo'zg'atmaydi. Yosh bolangiz bemalol yursa bo'ladi. Bu plus taraflari. Tak to'qimasi paxta. Yuvib yillar davomida tutsangiz bo'ladi. Yuqori qismi klassika va ochiqroq ranglar ishtirok etganligi sababli hozirgi zamonaviy uylarga birdek to'g'ri keladi. Klassik uslub esa hech qachon trenddan qolmaydi. Ha, bu gilamimiz sizga ma'qul keldimi? Unday bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va YouTube'dagi qizimni tavsiyasiga ko'ra telefon qilyapman deyishni yodingizdan chiqarmang. Eslatib o'taman, O'zbekistonda har qanday burchagiga yetkazib berish xizmatlarini mutlaq bepul amalga oshiramiz. Va bir narsani aytib o'taymi? Xonadoningizda og'irroq mebel bo'lsa, servis xodimlaringizga surdirib, gilamingizni to'shatib olish imkoniyati egasiz. Sababi bizda servis xizmatlari mutlaq bepul. Gilamlaringizni xonadonlaringizga chiroyli qilib to'shab berish xizmatlarini va orqasidan bir qator pilisos qilish xizmatlarini ham mutlaq bepulga amalga oshiramiz. Namangan shahar, Farg'ona va Andijon tez kunlarda Toshkent shahrining markazida barpo bo'layotgan Lyuks gilamlar savdo markazi dam olish kunlarsiz har kuni faoliyat ko'rsatamiz. Kecha 20:00 ga qadarli tashrif buyurishingiz mumkin. Hozir onlayn bozor rivojlanib ketdi. Qo'rqmasdan bizga hayhotda 12 ta magazinimiz bor. Onlayn buyurtma qilsangiz ham bo'ladi. Kutamiz. Albatta, yurakchalarni bosib qo'ying. Ko'nglimiz ko'tariladi. Bu videoni esa to'y boshlab qo'ygan yoki xonadonlarni ta'mirlab qo'yib, gilam olmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying.